Xullas bugun bitta mana shunaqa kichkinagina apparat kelibdi. Yamaha Yamaha Jogger. Bayqlan Jogger bo'lib yotibdi bu. Kalta baza. Yamaha nishada ko'pchilik. Xullas mana shuni ko'rib chiqish arafasidamiz xullas. Zavod bo'lmayapti deydi. Nima bo'lyapti ekan? Akkumulyator ham o'tirib yotibdi. Ko'rib chiqamiz. Bunaqa. Kichkina ekan lekin. Buni ham ish jarayoni xullas perkuret qilib tekshirdim, akkumulyator o'tirib qolgan edi. Qarasam, muammo boshqa joydan bo'lyapti. Karbyuratorining ichi mana bunaqa ahvol. Kamerada qanchalik ko'rinyapti. Xullas, karbyurator birinchi o'chirishda chiska qilib yuboramiz. Bu xullas ikkinchi o'chirt. Ko'pchilik biladi, bilmaydi. Mana bu boru, mana xamuti tagida mana yirtilgan. Bu ikkinchi muammosi. Uchinchi muammosi, mana buni ham almashtirib yuborish kerak. Iskra как-то слабый beryapti. Bu ancha payt yotganmi, shunaqada. Yomg'ir suvlari tagida keyin mana bunaqa shtikerlar qilib qo'yibdi, bilmayman bu yerda nima qilishgan. Yoki qilishmoqchi bo'lgan. To'g'rilaymiz, ish jarayonini kuzatib borasizlar. Qiziqqanlar uchun rahmat. Xullas, mana shu kichkinani ham ish tugadi. Bayqland brendiga tegishli. Ko'rishinglar mumkin. Qilingan ishlari mana shu zapchastlar. 1 2 yaxshi svicha qo'yib yuborildi. 3 va soatdek. Yana moy qo'yib berildi. Xudo xolasa baxtli bo'ladi bu ham.